Assalomu alaykum, hurmatli Mangitov Pituri kanalining obunachilari va aziz yurtdoshlar. Bugun biz Toshkent viloyati Bo'ka tuman rayoni Jambul mahallasiga keldik. Mana biz ketayotgan yo'l Buyuk Ipak yo'li. Biz hozir vodiy tarafdan kelyapmiz. Viloyatga chiqadigan yo'l bu yo'l. Mana shu yo'ldan hozir Milliy tomga chiqadi ostanovka. Shu yerdan burilib ketamiz. Maktab bo'lgan. Ichkaridan kirib ketamiz. Bu yerda hozir milliy taomlar deb bu tarafda polniy sholi ekiladi. Mana hozir videoda suv bor, ariq suvi. Biotex sholi ekiladi. Bu kelgancha bo'lgan masofa 14 kilometr. Qo'yliqgacha bo'lgan masofa 64 kilometr. Mana Gijgen suvi, kanal to'xtamaydi bu suv. Hozir mahalla ichiga kirib boramiz. Mana shu kelayotgan mahallaga kirib boramiz hozir. Yo'llar tekis asfalt yo'l. Rasmlarini, qisqa ma'lumotni Telegram kanaliga joylayman, lokatsiya tashlab qo'yaman. Ariq suvi. Konchilik bilan, chorvachilik bilan, parrandachilik bilan shug'ullanaman deganlarga tashlab qo'yinglar. Yaqinlaringizga, tanishlaringizga. Bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yish sizlardan chiqmasin. Maktab bor. Mana shu yerda ikkita yo'l chiqadi, o'shani mana o'ng taraf. Mana ariqdan suv uzilmaydi, to'xtamaydi. Tekis asfalt yo'l, boya ko'rsatganimdek. Mana mashinalar o'tib ketyapti. Bu endi Buyuk Ipak yo'li. Maktab 50 metr uzoqlikda boya ko'rsatdim. Uy, mana bunga sotiladigan uy. Hop, bitta hovlida ikkita uy sotiladi, uy joy. Kadastr dokument hujjati hokim qarori 6 sotixga chiqarilgan. Egalik huquqi 53 sotixga chiqarilgan. Hop, mana yer. Yaqinlashtirib ko'rsataman chegarasini. Mana shu bitta ariq o'tgan, shu chegara. Mana tutlar. Общий umumiy yer maydon 53 sotixli uy joy. Mana shu joyda ikkita uy bor. Alohida oshxonalari, banyasi, hamma omborxonasi, tandir o'choqxonasi bor. Hozir birma-bir tanishtirib ko'rsatib o'tib ketaman. Bu oshxonasi. Bu endi omborxona, banya. Mana bitta ekan banyasi. Bu yerda dehqonchilik ham, chorvachilik ham, parrandachilik ham zo'r. Molxonasi u tarafda. Chegara ko'rinib turibdi bilinib. Uyni ichkarisini obzor qilishni boshlaymiz. Uy 4 xonali. Birini ketma-ket ko'rsatib boraman. Kiraver xonasi. Bu taraf zal xonasi. Mahallaning yo'li. Bu tarafda ichimlik suv chiqadi. To'xtamaydi.
hovli keng. Mevali daraxtlar ekilgan hovlida. Juda ham chiroyli. Steyajka qilingan. Hozir ketma-ketliklar obzorini ko'rsatamiz. Mana chegara. Mana tutlar. Steyajka qilingan. Bu tarafda oshxona, omborxona, hamma narsasi bor. Mevali daraxtlar hovlida. Anor, o'rik, gilos deganlaridek. Hop, bu uyda ichkarisini obzor qilmayman. 3 xonali uy, 2 ta kichkina xona, bitta katta zali bor. Katta oilalar uchun juda ham zo'r variant bo'ldi, chunki bu uyda kelinlar tursa, u yoqda ota-onasi shunaqa qilsalar ham bo'ladi. Hop, uy egasini raqamini video tagida описаниеda qoldiramiz, bemalol telefon qilib kelib ko'rib kelsalaringiz bo'ladi, kelishib. Narxi $28,000 kami bor. 53 sotixli uy-joy. Bitta hovlida 2 ta uy. Uyni ichini ko'rsatmagan sababi video juda ham cho'zilib ketadi, chunki ko'pchilik videomiz juda ham uzun, ko'p ekan, qisqa oling degani uchun. Toshkent viloyati Bo'ka tumani Jambul mahallasi 68-uy. Katta keng hovli, hovlida 2 ta katta uy. 53 sotixli uy-joy.